chek, bu yilgi eng qimmatbaho raspakovka chegim shu bo'ladi. O'zi ham bugun pochtangiz yo'lga chiqdi degan SMS kelishigayoq eshikdagi o'tirib olib, kutganman qachon kelar ekan deb, pochtachi podyezdimizga kirib, eshigimiz tagiga kelib, meni pochtamni taraq aytib otib yubordi. Sindimikan deb o'ylab shatta eshikni ochib qarasam, o'zi ham qo'rqib ketdi-yu. Tekshirib ko'ramiz, sindimikan, sinmadimikan. Agar singan bo'lsa, qani bismillah. Lekin Koreyada shunisi yaxshi, zakaz qilasiz, agar sizga yoqmasa, shu kuniyoq qaytarib yuborsangiz, shu kuniyoq pulini qaytarib beradi. Qani bismillah. Bismillah. Voy. Sinmagan bo'lsin deyish qilib. Pochtachilar nimaga shunaqa? Posilkaning ichida nima borligini ham bilmaydi-da, taraq aytib tashlaydi. Endi videolarni ittidan kutinglar. Bunamchi katta. Ya Allohim. Yetkazganingga shukr. Bu lekin videolar dahshat chiqadigan, bu eng qulay kamera ekan. Juda ham ko'p videolar ko'rdim shu kamera haqida, juda ham qulay. Любой joyga yopishtirib o'zingizni videoga olaverasiz. Mana qaranglar. Velosiped minganda olyapti, yana nimadirlar qilganda olyapti, mana qaranglar. Короче, любой narsa qilaverasiz, yopishtirib olib. O'zi ham plyomkasi meni bekimga qattiq ekan. Kamerani qaranglar, kichkinagina, mingtacha kamera. Lekin nimaga korobkasi katta? Hayajonlanganimdan ocholmayapman. Insta 360 kamera Ultra Pro. Qaranglar. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta narsasi bor ekan. Bu yopishtiradigan menimcha. Endi bu narsasi va manusi stick bo'lsa kerak menimcha. Endi kamerasini o'zini ochamiz. Kichkinaligini qaranglar kamerani. Voy, kichkinaligini. Fotoapparatcha kichkinagina. Bu menimcha magnitli bo'ladi. Qani yopishtirib ko'ramiz, magnitlimi kirosdimi? Wow! Tasavvur qilinglar, ko'chada birorta temir ko'rib qolsanglar, shuni yopishtirasizlar-da, ketaverasizlar. O'zingizlar videoga olasizlar. Charchab ketdim, shuncha narsasi bor ekan. Mana shuni qaranglar, zo'r narsa. Короче, bu nilarga kiyasizlar, kiygandan keyin kamerani yopishtirib qo'yasizlar, ketaverasizlar. Wow, xohlasanglar mana kiyimlarni ichiga qo'yib qo'yasizlar-da. Endi yopishtirsanglar yopishadi. Kameraga olasizlar keyin. iPhone'larni anaqasini plyomkasini oladigan bo'ladi-yu, biz ham shunaqa qilib olamiz. Shu? Buni ham plyomkasini olib tashlaymiz. Telefon gullash kerak ekan.